Hürmetli vatandaşlarım, leksiyemizden 4. başlayımız. Cungo, Amerika Koşmuş Ştatlarına agahlandırış görüp, Cungo'nu çekleme dediği mavzulu haber. 5. ayının 19. günü Amerika Avaz Radyosu'nun Xitay Tel programımızda ilan kılındı. Haber bundak başlandı. Washington. Amerika Koşmuş Ştatları Devlet İşler Katibi John Kerry Efendi, Düşenbe günü Cungo'ya qaratqan 2 günlük ziyaretini ahırlaştırdı. Devlet İşler Katibi John Kerry, Beycan'ı ziyaret kılış jaryanada Amerika-Cungo o'rtasida diyalog ilişkisini ve hemkarlışını saklap kalışının zararligini ta'kidlab, Cungo'nun Janubi Deniz talaş tartish bo'layotganini aylarda to'pdan durib, Aral yasayotganligiga Amerikaning diqqat qilayotganligini bildirdi. Onun Beycan qaratgan ziyarati oxirlashgan shu paytlarda Cungo'nun muhim matbuotları obzor e'lon qilib, Amerikaga ogohlantirish berib, Cungo'nu cheklama deyishdi. Devlet İşler Katibi John Kerry qo'shqanda Devlet İşler Katibi bo'lib tayinlangandan keyin Cungo'nu 6. qatam ziyorat qildi. Bu qatam Devlet İşler Katibi John Kerry'nin Cungo'nu ziyorat qilishi maqsadi Janubiy dengizda territoriya talash tortish masalasida Cungo'nun o'zini tutib olishiga haydakchilik qilish edi. Devlet İşler Katibi John Kerry Beycan'da muhbirlarni kutib olish yig'inida mundaq ko'rsatdi. Amerika Qo'shma Shtatlari Cungo'nun yaqindan beri Janubiy dengizda Aral yasash, hadatash turg'izish harakatining ko'lami va sur'atiga diqqat qilyotdi. O yana mundaq dedi. Bu rayonda chivar diplomatik yo'llar orqali Janubiy dengizga munosabatlik harakat prinsipini imzolash kerak. Qarovulxona qurish orqali emas. Lekin Cungo'nun tashqi ishlar ministri Wangi bunga javoban mundaq ko'rsatdi. O'zining egilik huquqi, zamin butunligini qo'g'dash jihatda Cungo'nun irodasi yo'l tashga o'xshaydi. Gumon qilishga bo'lmaydi. Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Cungo'ning Janubiy Cungo masalasi, Janubiy Cungo dengizi masalasi to'g'risidagi maydoni dunyoviy ikkijon iqtisod davlatining munosabatlarining borgan sari qarshilashish munosabatlariga yuzlanayotganligining yana bir misolidir. Xitoy Xalq gazetining qo'l ostidagi Xalq to'g'ri 5. ayning 17. kuni maqola e'lon qilib mundaq ko'rsatdi. Xitoy Xalq gazeti albatta Remirribom mundaq ko'rsatdi. Amerika allaqachon Cungo'ni birinchi darajalik raqobatchi qatoriga tizib qo'ydi. İki davlat munosabatining jiddiylik darajasi navbatda o'tgan har qanday vaqtdagidan jiddiylashib ketdi. Maqola Cungo'ning atoqli xalqaro munosabatlar olimi Xalq universiteti Rimindashu Amerika tadqiqot markazining mudiri Shiyin Xongning so'zlaridan naql keltirib mundaq ko'rsatdi. Amerikaning Cungo'ga qaratgan taktikalik siyosati allaqachon o'zgardi. Navbatda Amerika Cungo munosabati intayin zo'r, qiyinchilik ichiga tushib qoldi. Diqqat. Amerikaning Cungo'ga qaratgan taktikalik siyosati allaqachon o'zgardi. Navbatda Amerika Cungo munosabati intayin zo'r, qiyinchilik ichiga tushib qoldi, deb ko'rsatdi Shiyin Xong. Mutaxassis Shiyin Xong mundaq ko'rsatdi. Amerikaning strategik siyosat sohasidagi Cungo'ga qanday muomala qilish jihatda o'rtaq tonishib keldi. Mutaxassis Shiyin Xong mundaq ko'rsatdi. Amerikaning strategik siyosat sohasidagi Cungo'ga qanday muomala qilish jihatda o'rtaq tonishib keldi. Shiyin Xong Amerika Avaz Radyosu muxbirining ziyoratini qabul qilganda mundaq ko'rsatdi. Texi bir necha oydan beri
Amerika Qo'shma Shtatlari yaqinqi bir necha oydan beri Amerika Qo'shma Shtatlari hukumatining va donishmandlar yoki siyosiyonlarning Jungo to'g'risida qarashlari birdaklikka yuzlandi. U mundaq ko'rsatdi. Washingtonning bu xil o'rtaq tonishi uzoq vaqtlar mobaynida pishib yetildi. Hozir sen Jungo to'g'risida boshqacha ko'z qarashda bo'ladigan har qanday bir organni Amerikada izlab topolmaysan. Shiyxon mundaq ko'rsatdi. Yaqindan beri Amerikada nurg'unlagan nopuzliq bilim xazinalari doklad e'lon qilib, Amerikaning Jungo siyosatini o'zgartirishni talab qildi. Amerika Johns Hopkins Universitetining David Lampton mutaxassisi David Lampton 5-ayning 12-kungi kuni Carter markazida o'tkazilgan xalqaro jungoshunoslarning birida asosli nutq so'zlaganda, garchi Amerika jungo munosabatining o'li texi o'rlab tushmagan bo'lsa-mu, lekin Amerikada siyosiy sarxillarning ko'p qismi bargan sari jungoni Amerikaning yer shariga yetakchilik qilish huquqiga bir tahdid bo'lib qoldi deb hisobladi. Xitoy matbuotlari ogohlantirish berib, ikki davlat munosabati yomonlashib ketsa, Amerika jungo o'xshashli ziyon tortadi deb ko'rsatdi. Washington jungo qaratgan siyosatlarda jungoni cheklash bo'yicha borgan sari uzoqlab ketdi. 5-ayning 18-kuni Xinhua maqola e'lon qilib, Amerikaga ogohlantirish berib, jungoni cheklash tafakkuri bo'yicha suvni leykmayli dedi. Xinhua mundaq ko'rsatdi. Amerika jungo munosabati navbatda bosish xarakterlik yaxshilanishning yuz berishi bu mumkin emas. İki devletning munosabati yomonlashaveradigan bo'lsa, ikki davlat keltiradigan ziyoni zo'r bo'ladi. Shunga munosabatni muqimlashtirish kerak deb ko'rsatdi tadqiqotchi Xinhua apandi.